20 elementimiz kalsiy bilan tanishamiz. Kalsiy lotincha kalkis, ya'ni ohaktosh degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 20 bo'lgan kimyoviy elementdir. Kalsiyning kimyoviy belgisi K, lotincha nomi kalkum deb ataladi. 1807-yili ingliz olimi Humphrey Davy tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 20, atom massasi 40, normal sharoitda kalsiy qattiq, rangi oq kumush, klassifikatsiyasi metal, elektron manfiyligi 1, qaynash temperaturasi 1757 Kelvin yoki 1484 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasiga keladigan bo'lsak, 1115 Kelvin yoki 842 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 1,55 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Humphrey Davy rasmini ko'radigan bo'lsak, bu olim 1778-yilda tug'ilib, 1829-yilda vafot etgan. Kalsiyning kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi kalsiyning kimyoviy belgisi K, atom tartibi raqami 20, nisbiy elektron manfiyligi 1, atom massasi 40, elektron konfiguratsiyasi 4s2. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, mana shu kalsiy bo'lagi sofligi 99%, massasi 10 gram, yuzasi 2,5 santimetr kvadratni tashkil etadi. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 20 ta elektron harakatlanadi atomda va atomning markazida 20 ta protondan tashkil topgan va 20 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun kalsiy haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.